Gazablo ishqibozlariga Gazablo sexiga kelganmiz. Xo'p, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchidan g'ishlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Ko'rishingiz mumkin, g'ishlarning holati idealniy darajada. Avtomat reska, 2 bosqichli sushilkada chiqqan g'ishlar. Xo'p, sementi Yasin 400 marka sementdan ishlatilar ekan. Razmerlari 10 dan 30 gacha. Hozir bu ko'rsatayotganimiz 20, 30, 60 bo'ladi. Mana qolipda ham turishini qaranglar. Burchaklari idealniy, qirralari 90 gradusga tiniq aytilgan g'ishlar. Mana bu yoqda ham olib chiqib berishgani, bular tayyor g'ishlar. Olib chiqib, terib yoki mashinaga pogruska qilib, bemalol olib urib yuborsa bo'laveradi. Bu yoqda mana ikkinchi sushilkani ochib qo'yishgan. Hozir soat obeddan keyingi 16:00 dan o'tdi. Mana ichkarida g'ishlar 5-6 ta qolipda qolgan. Xo'p, hali ham issiq urib turibdi. Bu yoqda quyib qo'yilgan 4 soatlik sushilka. Xo'p, reskagacha bo'lgan jarayonda quriyapti. Xo'p, quyilganiga 1-2 soat bo'ldi. Mana bu yoqda kesilmagan, kesishga tayyor g'ish. Mana burchaklari idealniy darajada. Bu yoqdan ham ko'rishingiz mumkin. Burchaklari. Xo'p, bu avtomat reska. Xohlagan razmerda bemalol kesib beraveradi. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa avtomat reska ham tayyorlab beramiz. Narxi $2000 dan boshlanadi. Hop. Ketgan motori har xil ehtiyot qismlarini o'zgarishiga qarab narxini chiqarib beramiz. Hozir shu turgani $2000. Hop, yangi holatda bo'ladi. Shuni o'zini olasizlar emas yoki shuni o'zini sotmaymiz. Xo'p, shuni xuddi shuni yangisini yasab beramiz. $2000. Endi yana xo'p, buni vali ikkita. 4 ta valilar bo'ladi. 4 ta vali narxi 3000 dan atrofida chiqadi. Uni ham kelishadigan joyi bor. 4 ta valida afzalligi nima desalaring? 2 valida mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 2 yonni tormoz qilib qolib tirab berish kerak. Xo'p, 4 ta valida qarama-qarshi kesgan hisobiga hech qanaqangi likillash, qaltirash qolipda bo'lmaydi. Tormoz qo'yish shart emas. Shuni olib kelasizlar. Qolib to'xtagan joyda reskani tushirsalar ham o'zi cho'tki qilib kesib beradi. Bu yoqda hop, o'sha sushilkamiz ikkinchisi avtomat reskada kesilib turib, bu yoqdan aravachada kirib ketilinadi. Hop, bu yoqda bo'klarimiz. Hop, mana kilosi yengilida mana ko'rishingiz mumkin. Shuni o'zi hozir bosilib ichkarida hali ko'rinmayapti obyomi. Shuni o'zi 2,5-3 kuba chiqadi. Kilosi 9 kilo. Hop, kimga kerak bo'lsa, ko'klardan ham so'raganlarga beraveramiz. Narxi 35,000 so'm kilosi. Hop, sushilkamiz 20 metr. Kattasi, kichkinasi 15 metr bo'ladi. Shunaqa sushilka polniy shu liniyani noldan o'rnatib beraveramiz. Bizda qoliplar ham bor, mishalka, hamma yo'q, hamma оборудованияsi bor. Narxlari kelishilgan holda qoliplarni oxiri $240 dan qilib beryapmiz. Mishalka, suv bachoy, ruchnoy reskasi ham bo'lishi kerak. Avtomat reskaga yo'qda svet o'chib qolganda ruchnoy reskasini mishalka ruchnoy reska 1 tonnali suv bachoy, tepada 110 litrli suv bachoy, tentlari komplekt, suv tortib beradigan motori, hamma yo'q ichida u $1000, qoliplar $240 dan, avtomat reska $2000 dan boshlanadi. Xo'p, bularni
o'zlaringdan chiqqan steklavat olib berasizlar. Yana mayda chuydalari bor. Chiqqancha pul ketmaydi, katta pul ketmaydi. Hop buni proyektini aytamiz yoki o'zimiz qilib beramiz ham. Hop mana yana bir ko'rishinglar mumkin. Kimga shunaqa g'ishlar yoki liniya kerak bo'lsa, shunaqa liniya o'rnatamiz, g'ishlaring shu holatda chiqadi. Mana ularni naq qilsalaring ketadi. G'ish idealni xudo xolasa. Bu yoqda ham bitta ko'rishib qo'yishinglar mumkin. Avtomatreska idealni keskin. Hop, xuddi shunaqa liniya o'rnatib beramiz. Xuddi shunaqa g'ish chiqarib bergandan keyin pul to'laverasizlar. G'ishni narxiga kelsak, g'ishni narxini aytishdan chiqib qolibdi. 20, 30, 60 razmerdagi g'ish 18 ming so'm ekan. Dastavkalari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Palestra blogimiz narxi. Palestra blog ham bor bu yerda. Buni narxi 22 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.